Inshaalloh mana shunaqangi uylarda farzandlarimizdan rohatini ko'rib yashashlik nasib qilsa. Uyimizni qaranglar, bu uy emas, bu haqiqiy qasr bo'lib yotibdi. Qo'l qismini o'zini kengligini ko'ryapsiz. Juda ham chiroyli, yaxshilab joylash, yoniga limon choy qo'yib, oyoqlarini uzatib yuboringlar. Albatta bilaman, inshaalloh sizlarga mana shu uyimiz yoqadi. Qaranglar, bir boshdan boshlab sizlarga ko'rsatib beraman. Zinalarimizni haqiqiy yong'oq bu yoqqa keladigan bo'lsa, elektronik ham emas, bu rostakamli o'tinda yonadigan, chetlari tosh elementlar ishlatilgan. Ana endi ko'ryapsiz, bu yerda mozaika oynalar ishlatilgan. Ayollarimiz ko'proq vaqtni o'tkazgan oshxonaga kirar ekanmiz. Bu yerda mana shunaqa o'tirib taomlanish uchun oila davrasida barcha qulayliklar mujassam qilib qo'yilgan. Televizorni, mягкий divanlar qo'yib qo'yilgan va mana bizning oshxonamiz. Oshxonamizni ham kengligi o'zingizga bitta baho berasiz. Ikki qismga bo'lingan oshxona, kattagina oynalar qo'yilgan. Bu yerdan plachkaga chiqib ketsa bo'ladi. Ana endi kelinglar, keyingi xonalarni ham sizlarga ko'rsatib beraman. Uyimizning yashash maydoni 850 kvadrat metr tashkil qiladi. Mana shu yerda ko'rayotgan barcha tillar elementlari hammasi susanli zolta, ya'ni susanli tilla ishlatilgan. O'zingizga bitta ko'rib baho berasizlar. Ana endi kelinglar, uyimizning mehmonxonasiga kirar ekanmiz. Mehmonxonamizning razmeri 10 metr, kattaligi o'zingizga bitta baho berasizlar. Bu yoqqa kirgan mehmon chiqib ketgisi kelmaydi. Ranglarni qaranglar. Charchatmaydi, ko'z mazza qilib dam oladi. Ko'ryapsizlar, o'zingizga bitta baho berib qo'yasizlar. Kelinglar, birinchi etajimizdan spalnisiga yo'l olar ekanmiz. Bu spalnimizning o'zining ichida hamma qulayliklar mujassam qilib qo'yilgan, ya'ni sanuzellariga ega. Ko'ryapsizlar, sanuzellari ham bor, shkaflari, hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Sanuzelni ham kengligini o'zingizga bitta ko'rib baho berasizlar. Ana endi sizlar bilan birgalashib ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Zinani qaranglar, menga zina yo'qdan eshikdan kirasizlar-yu, bitta odam diqqat e'tiborini tortadigan katta keng hol bo'lgan. O'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar. Juda ham chiroyli. Uyimizda 850 kvadrat, полностью теплый pol qilingan, 3 etaj ham tepa degan qaranglar. Bilasizlar, bu yoqqa hozir nima yetishmayapti? Olgan odam mana shu o'rtasiga katta chiroyli lyustra yeb qo'ysa bor, menimcha bu uyni ko'rkiga ko'rk ochadi. Gapim rost bo'lsa, shu joyda bitta like bosib qo'yasizlar. Bu yerda kattagina olgan odam xolis mana shunaqa mягкий zona qilib ham qo'ysa bo'ladi. Kattagina panorama oynalar. Bu esa birinchi xonamiz. Ko'ryapsizlar, o'zining ichida sharoitlari ham qilingan. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, yana bitta spalnimiz bor-da. Hamma sharoitlar qilib qo'yilgan, o'zi bitta ko'rib baho berasizlar. Xo'p, bu yerda yana bitta spalni, buni endi ko'rsatib o'tirmaymiz. Bu mягкий zona qilib qo'ysa juda ham chiroyli bo'ladi. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, yana bitta xuddi shunaqa planirovkada o'zining ichida sanuzeli, shuni yonginasida yana bitta xonasi bor-da. Ikkinchi etajda mana shunaqa xona ikkita bor-da. Uyimizning fasadini ham ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli. Podvalga to'xtaladigan bo'lsak, podvalda olgan odam kinozona, sport zal qilib qo'ysa bo'ladi. Inshaalloh bu videoni kimga ravo ko'rsangiz, o'sha eng yaqin jigazingizga jo'natib qo'ying.